Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Habibulloh Web. Hop, bugungi darsimizda never tipi haqida gaplashamiz va never tipi bilan sizlar bilan 2-3 ta misollar ko'rib chiqamiz va never o'zi nima? Never tipi TypeScriptda hech qachon va hech qanday qiymatga ega bo'lmaydigan tur hisoblanadi. Ya'ni bu funksiya hech qachon tugamaydi yoki xatolik qaytaradi va bizga bir hech qachon qiymat qaytarmaydigan bir funksiyalarni beradi. Bizga qayerlarda ishlatilishi mumkin desangiz, hech qachon qiymat qaytarmaydigan funksiyalarda va xatolik true qilinadigan funksiyalarda va cheksiz sikllar, ya'ni infinite looplarda bizda kerak bo'ladi. Ya'ni never nima ekan? Never bu hech qachon tugamaydi yoki xatolik qaytaradi. Mana. Xo'p, xatolik chiqaradigan funksiyani yozaylik birinchi bo'lib. Function true error deymiz. True error bizda bu message bo'ladi. Message string va bu bizda never qaytaradi. Never va bu true error mana message bo'ladi. Mana bizda bu faqat xatolik qaytaradi. Bu funksiya return qilmaydi chunki u xatolik bilan to'xtaydi. Mana endi buni true error qilgan bo'lsam, Ctrl J desa mana bunda xatolik qaytardi do'stlar. To'ppa-to'shlarga xatolik qaytaradi. Bizda bu xatolik qaytaradi. Asosan bizda shu masalan try catchlar bilan ishlayotganimizda yoki yana boshqa bir kombinatsiyalar qilayotganimizda ham bizda bu xatolik qaytaradigan funksiya kerak bo'lishi mumkin do'stlar. Mana men yozib qo'yayim uni. Xatolik qaytaradigan funksiya mana. Va cheksizlik sikli. Cheksizlik sikl, ya'ni cheksizlik yozsam hech qachon tugamaydi. Qo'ying. Function infinite loop never va while bo'ladi. True va log and then obuna bo'ling qo'yamiz va buni ishlatib ko'ramiz do'stlar. Endi ishlatib ko'rmoqchi emasdim. Mayli endi bitta ishlatib ko'raylik. Ishlasa emas, balki portlab ketmas kompyuter. Lekin obuna bo'linglar. Tugamaydi. Ko'rasizlarmi? Scrollni. T300 hali ham tugamagan. Tugamaydi bu, to'xtamaydi. Yo'q, oxiri. Bunaqa qilsa ham tugamaydi. Nima qilsam ularga? Balki bitta ochib olaman, 5 bo'ldi, tugadi. Chunki o'zim tugatib qo'ydim-da, tezkor klavishda exit qilib chiqib ketaveradi-da. Shuni mana ko'rasizlarmi? Scrollga qaranglar. Tepaga, pastga chiqib qolman. Xuddi bir xil bo'lganligi uchun bilinmayapti. Tushunasizlarmi? Obuna bo'linglar. Infinite ham bizga tushuntiryapti. Bu hech qachon tugamaydigan funksiya ekan do'stlar. Buni ishlatib qo'ymaymiz. Va endi type narrowing, oxirgi holat never bo'lish, ya'ni sal chalkakroq bo'ladi. Ya'ni bitta misol man. Masalan, type bor. Ya'ni bu mening type'im. My type. Bu string va number qabul qiladi. String yoki number qabul qilishi mumkin. Va men function bor menda. Bu tekshiradi. Value
type, ya'ni bu my type string number va bu bizga nima qaytaradi? Hech narsa qaytarmaydi. Просто agar bizda type of value bu oldingi narsa ko'rib chiqdik, bu bizda narrowing tekshirish type of value string bo'ladigan bo'lsa deymiz log bu string. Bizda agar number bo'ladigan bo'lsa bu number deb qaytarib berishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Mana hop, menda bu yerga hech qachon yetib kelmaslik kerak, ya'ni bu yoqqacha yetib kelmasligi kerak ekan. Ya'ni biz nima deymiz uni? Agar else deymiz, buni qilamiz va const never value hech qachon kelmasligi kerak bu yoqqa. Bu never nima qiladi? Portlab tashlaydi bu. Kelsa bu yerda xatolik bo'ladi, chunki value hech qachon bizda boshqa to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Tushundinglar? Hop, bu bizda bu xatolik bo'ladi. Ctrl J tissa. Men funksiyani chaqirmadim, chunki hech narsa chiqmaydi bizga. Masalan, men nima deyman? Buni ishlatish. Hop, my check chaqiraman. Check va agar bu bizda hello bo'lsa qanday ishlaydi? Bizda hello bo'lsa bu ishdan chiqmadi. Hello bo'lsa bizda juda hech narsa chiqmadi. Local ekan. Mana bu string hello. To'g'rimi? Agar bizda bu string ham emas, boshqa ham bo'lmasa, true bo'lsa, bizda bu xatolik chiqadi. To'g'rimi? Bizda xatolik chiqyapti do'stlar. Ishlatib ko'ramiz, bizda xatolikka yaqqol ko'rsatib beradi. Shunaqa gaplar do'stlar. Bizda bu never edi. Bu joyga hech qanday qiymat tushmasligi kerak degani, ya'ni aytdim-ku, bu yerga hech qanaqa qiymat tushmasligi kerak demayapti. Tushsa xatolik qaytaradi-da. Ya'ni bu bizga nima uchun foyda? Type safety, ya'ni xavfsizlik uchun mo'ljallangan. U bizni, ya'ni kodimizni qoplab o'rganmagan holatlaringizni aniqlashga yordam beradi. Shunaqa gaplar. Bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bugungi darsimizdan olgan foydalaringizni konspekt qilinglar. Olgan foydalaringizni aytinglar, kimgadir beringlar va biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum.